Qo'ziqorindan salat, sopchik, alfredo tayyorlagansiz. Qo'ziqorinli pirogchi shunchalik sochli mazaliligidan nega vaqtliroq tayyorlamaganman deb qolasiz. Ketdik tayyorlaymiz. Margarin bilan unda kroshka holatiga keltirib olamiz. 2 dona tuxum va 3 qoshiq smetana. Yumshoqqina xamirni tayyorlab olamiz. 10 minutga tindirib qo'ysak yetadi. Qolipga margarin surib chiqamiz. Qizlar iloji boricha shunaqa qolipda pishiringlar. Qolipga xamirni yoyib olib 15 minutga duxovkaga jo'natamiz. Nachinka tayyorlaymiz. Tovaga ozroq sariyog' solib, tovuq go'shti, piyoz, qo'ziqorin ketma-ketlikda qovurib olamiz. Tuz bilan murch solib qovurib olamiz. 2 qoshiq qaymoq yetadi. 5 minut qovursak tayyor bo'ladi. Eriydigan sirda tyorkadan chiqarib olamiz. Tayyor nachinkani bir tekisda yoyib olamiz. Ustini bir tekislikda sir bilan yopib chiqamiz. 180 gradusda 40 minutda pishib chiqadi. Shunaqa ham sochli, mazali bo'lib pishib chiqadi. Bu retseptni qo'ziqorinni yaxshi ko'ruvchi o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.